Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, barchangizga bugungi Qurbon hayitlaring muborakligi, xayrli bo'lsin akalar. Bugun hafta kuniga chorshanba akalar, 27-may 2026-yil akalar. Xudo xolasa videolarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimizning xonadonimizdan video syomka qilyapmiz akalar. Like bosib, inshaalloh qo'llab-quvvatlab tursalaring. O'zimizni qo'ylarimizni bir qator video obzor qilib beramiz akalar. Uyda boqib turgan qo'ylarimiz mana video syomkamizni davom ettirgizamiz akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa 2027-yilgacha akalar hamma xonadonda mana shunaqa qo'ylardan inshaalloh 100 bosh, 200 bosh baqish har bir obunachilarimizga, hammamizga nasib qilsin akalar. Xudo xolasa bu yerda 7 bosh qo'yimiz bor akalar. 3 ta ina bola, bitta krasavchil laqabli qo'chqorimiz akalar. Oq yuzdan olingan qo'chqorning ham nasliga chorvaga yangi kirib kelyapti obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sog'liq baqishda akalar. Hammani ham ishlash prinsipi har xil akalar. Biz mana shu bu yildan boshladik. Mana 3 ta sog'liq oldik. Ina bola sog'liq. Va xolasa mana shu qo'chqorimizni inshaalloh qo'shdik. Hozir ertarog'u deb so'ragan akalarimizga bizni olgan qo'ylarimizni bolalari akalar ko'rib turibsizlar. Katta bo'lib qolgan o'zi mana. Pashta to'xliga o'tib qo'y bo'lib qolgan, inasiga yetgan akalar. Inasi emdirmay ham qo'ydi. O'shanga ertaroq qo'shdik. Tavsiya beramiz. Avgust oyida qo'shsalangan bo'laveradi. Jonivorlarni xudo xolasa yemini bilan ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib tursangiz inshaalloh men qo'yiladi video obzorini chiroyli qilib olib beramiz akalar. Hammaning uyida 100 bosh, 200 boshdan bo'lsin. Mana obunachilar xudo xolasa yem berish jarayonlarini ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bir kasa kepakka mana yemimiz, tayyorlagan yemimiz mana. Akalar. Qo'ylar ham uji sezadi mana yem beradigan paytda mana ko'rib turibsiz qanday qol jonivorlar. Makkalarni qaranglar akalar, haqiqiy shishgan. Effekti zo'r. 3 kasami kepak? 3 kasa kepak. 7 ta qo'yimizga, 7 bosh qo'yga salkam bir tag'ara yem akalar. Ertalabga, kechqurunga 2 mahal. Mashalloh akalar, bittadan like bosib qo'yinglar. Hammani xonadonda ashnaqa yemlar bilan qo'ylar boqish nasib qilsin akalar. Yemimizni bachogini ko'rib turibsizlar mana. Shunaqa bachogida saqlasalar. Jonivor. Yemimiz ham to'kilyapti. Mashalloh. Asnomnoy bu yem akalar qo'ylarni badanni ushab turgani xolos, semirtirib, boqib sotgan emas. Biz qo'ylarni ko'paytirishga, nasl olgani, boqib turganmiz akalar. Mana hammasi inshaalloh 5 ta sovlig'i bor, urg'ochisi 2 ta qo'chqor bor. Mana shu kichkina bilan mana krasavchik laqabli qo'chqorimiz inshaalloh qo'ylarga qo'shilgan. Sal ertaroq qo'shdik akalar. Avgustda qo'shsalangan bo'laveradi. Ko'pchilik avgustda, kuzda qo'shadi. Qo'chqordi nasl olgani. Biz sal ertaroq qo'shdik. Undan keyin bolalari ham katta bo'lib qoldi akalar, ko'rib turibsizlar. To'xliga o'tib qolgan o'zi, qo'zidan inshaalloh mana yem yeyishlar akalar. Har bir obunachimizga nasib qilsin. Boshqa qo'ylardan boqish. Jonivorlar. Yemni yeb bo'lgandan keyin akalar xolasa 15 minut o'tadi. Supuni ichib olgandan keyin hashak tashlanadi akalar mana. Hashak bu yerda mana mosh pirs bilan beda pirs tavsiya qilaman akalar. Beda bersalaring qo'ydi badaniga ham, o'ziga ham foydasi kuchli. Boshqa narsalarga qaraganda mana beda bilan jodida qirqib qo'yilgan. Hammani uyda bo'lsa kerak. Jodi yo'q bo'lsa drabilkada chiqarib bersalargan bo'laveradi. Mayirroq bo'ladi. Beda pirsda hozirgi narxi akalar 40 ming so'm. Yaxshisi 35 ming so'm. 30 ming so'mdan ham topsangiz bo'ladi. Mosh pirsimiz akalar 30 ming so'mdan olingan. Beda pirsimiz 37 ming so'mdan olingan. Xarajat ham oshiqcha bo'lmaydi akalar. Xudo xolasa like bosib turinglar.
Havo issiq akalar, mana ko'rib turibsizlar. Suvlarini ham ichib qo'ygan, bitta qo'ymay. Mana. Qo'ylarimizning holati inshaalloh yaxshi akalar mana. Mana qo'chqorimizni ko'rib turibsizlar, ancha sovliqlarimizdan katta naslga qo'shganmiz. Inshaalloh xolosa oz fursatdan kelgan bular ham bolalaydi akalar. Qishga o'tib mana shu bolalari, mana shu qo'chqorda bolasida akalar. Ko'rib turibsizlar, quloqlari ham shalpon quloq, uzun. Krasavchiklar qabli qo'chqorimiz akalar. Ko'rib turibsizlar, oq yuz. Hali tish yorgan yo'q. Xudo xolasa 10 oylikka, 11 oyga o'tdi akalar. Tish yorishiga yana 1-2 oy bo'lsa kerak. Ko'rib turibsizlar. Yemni tarkibida akalar makka, mana makkani ko'ryapsizlar, bug'doy, bodomni po'choq akalar. Bodomni ichida bodomini olib, ustida po'chog'ini mana shu qozonimizda va xolasa qaynatib beriladi akalar. 2 soat, 3 soatda qaynasa tayyor bo'ladi mana. Hozirgi holati hali qaynatilmagan bu. Tashlab qo'yilgan bug'doylarni ham ko'ryapsizlar. Kichkina. Bu pishgandan keyin ancha shishib ketadi. Tagiga akalar o'zida tagidan chiqqan qiyi bo'ladi. Mana shu ko'chirib olib qo'yib, optoqqa yayib qo'ysalaring inshaalloh quruydi akalar. O'zini o'zi qoplaveradigan variantlardan. Yana bitta narsani aytib ketish kerak akalar. Mana shu tuz ham постоянно tursin. Mana ko'ryapsizlar, vitamin tuzi. Buni hop narxi 12 ming so'm akalar. Bitta olib qo'ysalaring 10 ta qo'yingiz bo'ladigan bo'lsa 1 oyga yetadi akalar. Ko'rib turibsizlar mana. Qo'ylarimizning holati o'ta ham vitamin ukol dorilari ham vaqtida qilinganligi uchun akalar ishtahalari o'ta ham zo'r. Yemay qo'ygani boshqasi yo'q mana ko'rib turibsizlar. Ona bola yo'q olsa mana talashib yeyapti, bolasiga bermayman deyapti. Bolasi inasiga bermayman deyapti, ko'rib turibsizlar. Qo'chqorimiz mehribon lekin hammasiga g'arazli niyati yo'q. Yuraveradi akalar mana. Bitta akalar qora qo'ydan ham urug'likka olib qo'yganmiz. Vaqtda hammasi sariq. Ko'rib turibsizlar akalar, arashan parovda. Bitta qora qo'y ham bo'lishi kerak. Mana ko'rib turibsizlar quloqlarini buni ham. O'ta sifati yaxshi akalar. Yoshidan sifati yaxshisidan boqsalar inshaalloh akalar foydasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Iloji boricha men sovliq boqadigan akalarimizga tavsiya, yoshroq 2 tish, 4 tish. Bizning qo'ylarimiz 3-bolalar akalar. Ikkitadan tuqqan, 3-si inshaalloh. Bu akalar ko'rib turibsizlar. 5 ta sovliq olib qo'ysangiz akalar 1 yilda 10 ta bo'ladi. Xudo xolasa. Uni hamma sovliq turgan, urg'och tug'adigan bo'lsa, 10 tangiz 20 ta bo'ladi akalar. Qo'chqar chiqib qolsa, qo'chqaringiz baqsangiz ham bo'laveradi. Boqib turib sotib, yana sovliq olib qo'ydi ko'paytirib olgani akalar, chorvaga yangi kirib kelyapti turgan akalarimizga sovliq olib baqishni tavsiya qilaman akalar. Bo'g'oz qo'y olsangiz ham bo'laveradi. Sifatlisidan pul ozgina qimmat bo'lsa ham 2 ta o'rniga bitta oling akalar, zo'rini oling. Keyinchalik baribir sotishda ham qiynalmaysiz, effekti ham yaxshi bo'ladi akalar. Yaxshi narsa hamma joyda pul akalar. Ko'rib turibsizlar. Jonivorlar, mana shu ishini ko'rib charchoqlar chiqadi akalar. Mazza qilib berasizda o'zingiz ham ishdan charchab kelib qo'ylaringiz tepasiga kelsangiz, bundaqa shalpon quloqlari yemishini ko'rib akalar, haqiqiy baraka chorvadagi baraka. Kanalimiz yangi yuritilyapti turgan akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib turasiz. Sizlar uchun foydali videolar akalar, qo'yni sotuv, oldi sotisi, narx-navolar, qo'y boqish sirlari, jonli efir haftada 2 kun inshaalloh bundan bu yoqda jonli efir qilishga harakat qilamiz akalar. Hatto kamchiliklarimizni oldindan uzr so'rab qolamiz akalar. Like bosib va xolasa kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib tursangiz sizlar uchun yangidan yangi videolar chiqarishda to'xtamaymiz akalar. Hamma video mana shunaqa qo'ydan 100 bosh, 200 bosh bo'laversin akalar.